Namangan viloyati Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi hamda tuman davlat xavfsizlik xizmati bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Chortoq tumanida yashovchi ayol turk millatiga mansub shaxs bilan til biriktirib, yosh qizlarni aldash va ularni oson daromad va'dalari bilan Turkiya davlatiga yuborish orqali fohishalikka jalb qilish bilan shug'ullanib kelayotganliklari aniqlangan. Joriy yilning 9-may kuni o'tkazilgan tadbir davomida gumonlanuvchi shaxs Chortoq tumanida yashovchi fuqaroni ishonchiga kirib, moddiy yordam va yuqori daromad va'da qilib, Turkiyaga yuborishga uringan vaqtida kuzatuvga olingan. Ma'lum bo'lishicha, u fuqaroni Toshkent-Istanbul yo'nalishi bo'yicha parvoz qilish uchun Toshkent xalqaro aeroportiga olib ketayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Turkiya davlati kim olib ketyapti? Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, chet elda yuqori daromadli ish, tez boyish yoki oson hayot haqidagi shubhali takliflarga ishonmang. Norasmiy shaxslar orqali xorijga chiqish og'ir oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ogoh bo'ling. Odam savdosi jamiyat kelajagiga tahdiddir. Hurmatli fuqarolar, shubhali holatlarga duch kelsangiz, bu haqda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering.